har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz zarur. 21-oktyabr sanasi yurtimizda o'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. Kuni kecha 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun va o'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan 3-muz boyitish fabrikasining barcha ishchi va muhandis-texnik xodimlari o'rtasida o'zbek tili barchamizni birlashtiradi shiori ostida insholar tanlovi o'tkazildi. Mazkur tanlovning asosiy maqsadi 3-muz boyitish fabrikasining ishchi va muhandis-texnik xodimlari o'rtasida davlat tiliga bo'lgan hurmatni yuksaltirish, xodimlar o'rtasida ona tilimizga mehr-muhabbatni mustahkamlash hamda til madaniyatini rivojlantirishga hissa qo'shishdan iborat bo'ldi. Tanlovda fabrikadagi barcha sex va uchastkalardan jami 18 nafar ishchi va muhandis-texnik xodimlar ishtirok etib, o'z ijodiy ishlarida o'zbek tilining go'zalligi, xalqimizni birlashtiruvchi kuchi hamda milliy qadriyatlarimizdagi o'rni haqida samimiy fikr va tuyg'ularini ifoda eta olishdi. Qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'lgan tanlov natijalariga ko'ra, 3-o'rinni yanchish va flotatsiyalash sexi boshqaruv pulti operatori Mahmudova Zarnigoraxon Rustamxon qizi egalladi. 2-o'ringa esa xo'jalik uchastkasi ishlab chiqarish hammom ishchisi Saidxonova Mag'zunaxon Ozodxonovna sazovor bo'ldi. 1-o'ringa esa eng yuqori natijalarni ko'rsatgan holda reagent sexi reagent erituvchisi Shaharibova Dildora Aribjanovna loyiq topildi. Tanlov g'oliblariga Olmaliq Metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati xodimlari kasaba uyushmasi kengashining maxsus diplomi va esdalik sovg'asi topshirilib, rag'batlantirildi. Tadbir yakunida o'zbek tili millatimiz g'ururi, birdamligimiz va taraqqiyotimiz ramzi ekanligi bot-bot ta'kidlandi. Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsata turgan oynai hayoti uning tili va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdir.